Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaikum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni alga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab alga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hörlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hörlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, ömlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hörlikka tashna. Ish ömlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hör bo'ladi. Hör mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga jakalaydi. Hörlik yashasin. Sening naqshang. Abduri Rahila Kamal. Quyosh meni unutdi mekin. Qo'lim so'g'uq, yuragim so'g'uq. Qiynalaman, bo'ldim parishon. Ah deyishga unlarim bo'g'uq. Lekin bir so'z aslsam seni, ko'nglim tengi chiroyli yo'ruq. Seni chaqirsam gullar agdi bosh. Ko'kmi hasratda tökdü qara yaş. Sen kezgen tuproq jangahlar ara. Bir naqshan qaldi, ismi beg'ishlash. Naqshanda qo'y ko'zing hasratlik edi. Amma teliking nusratlik edi. Muhabbat sen uchun texi sir edi. Vicdanın, aqidang qimmatlik edi. Yer beg'irlab ketvatqaningda, g'unchi eding tuproqdan ungan, ko'zing ochiq eqivatqaningda, vissal eding piroqdan tushgan. Yegona eding sanamlar ora, nimaga tegishildi barnoliqing? Yoqalar etak, oqlari qora, osmonsiz qoldi anqoliqing. Özümle aldım senin daldanğa, közümle tikdim qara asmanğa, yüzümle yaktım kızıl tupraqqa, naqşanlı yazdım çeksiz armanğa. Yıkılgan yeringdin, ündü kızıl gül, o gülnün ismi sendur Rızvan Gül. Namayiştin namayendiler. Bu bir hafta shuncha tez o'tib ketdi. 10-yanvar namoyish ruxsati ilish uchun polis ishxonasiga bordim. Kutib olgan xonimga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan qonliq olimpikni boyqotlash to'g'riliq namoyish qilmoqchiligimizni iltimos jadvali lozimligini dedim. Karina ismli bu xonim Uyg'urlar va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'riliq medialardan anlığanlığını, bək ecindalığını bildirib cədvəl bədi. Rəhmət bildirdim və cədvəl toldurub, tegişlik suallarga muvafiq cavab berib, rəsmiyyət ötəb qayıtdım. Qaçan polis ruxsati çıqa degan kütüşdə 12-yanvarga ulaşdım. Çarşamba saat 10:10 polis Karina telefon qildi və 7 qitimliq namoyish vaqtining tasdiqlanganligini aytib, xo'sh qilibatdi. Amma bir qancha muhim nuqtalarni ta'kidladi. 15-yanvar, 22-yanvar, 29-yanvar namoyish vaqti oldiga surilib, soat 11dan 12gacha 1 soatli vaqt berilibdi. Sababi, bu kunlarda Sergilis Torida boshqa namoyish, ko'rgazma qatorliq ijtimoiy faoliyatlar bo'lg'achqa maydon bo'sh bo'lmaydi ekan.
fevraldagi 4 kunlik namoyish soat 13dan 14 gacha bo'lib tasdiqlanibdi. Ya'ni biz Uyg'urlar 1-dan 4 fevralgacha udda izchil namoyish qila oladi ekanmiz. Polis ruxsati kelish bilanla texmo jonlandim va DOQ rahbarlariga, vakillar guruhisiga va Shvetsiyadagi namoyish qatorliq to'plarga tarqatdim. DOQ rahbarlarining intayin muhim yetakchiligi, maslahati, yordamiga erishdim. Har qaysi to'plar va guruhlarga yozmacha va ovozliq chaqiriq ham murojaatlar yo'lladim. Nurg'un yaxshi tilaklar va ruhiy madad yo'laklar kelishga boshladi. Namoyishni obdan ahamiyatli o'tkazishga umidlandim. Juma kuni Folk Hochschulanda jamiyatshunoslik va dunyodagi dinlar o'xshashligi va farqlari to'g'riliq dars o'tdim va bizning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan xalqimiz yovuz Xitoy tajovuzchilari tarafidan besivilingan davlatimiz Sharqiy Turkiston to'g'riliq so'zladim. Hech qanday insoniy haq huquqlari kafolatga ega bo'lmagan Uyg'ur xalqini Xitoy zolimlarining yovuzlarcha bostirib qirg'inchilik qilayotganligini dedim. 7 qatimliq namoyish planlaganimizni aytdim. Somaliyalik, Tanzaniyalik, Zanzibarlik, Turkiyalik va boshqa o'quvchilarni namoyishga safarbar qildim. O'quvchilarning qizg'inligida munozaralar avajiga chiqdi. Savollarga javob berdim. Vaqtning qanday o'tganini tuymayla qapdiq. Eng yaxshi shvecha tilaklar tilab, suyuputravliga xeli, lyukatil deyishib xo'shlashdik. Kechda namoyish uchun shvecha va inglizcha shuarlar yezib tayyor qildim. Hamshirlar bilan uchurlashdim. Kecha bo'lsa-mu shvecha nutq tekstini yezib bitirdim. Shanba atiganda quyosh odatdagidan o'zgacha parlaq edi. Oldingi kundagi shamol azroq pasaygan bo'lsa-mu, lekin yana biroz sovuq edi. Nashrda bir qancha qarindoshlarimizning namoyish uchun baldirlar tayyor bo'lib manganligini uchurlarni oldim va minnatdor bo'ldim. Yana bir qancha yozma va ovozliq uchurdan ba'zi qarindoshlarning xizmat, safar, balalar zukam sababli namoyishga chiqolmaydiganligini bildim, tushundim, tasalli etdim. Ayim Sagul va Akbarjon pidokor bo'lib bizni mashina bilan namoyish maydoniga yetkazdi. Mamatjon, Buhajar, Muhabbat, Sabira, Masuda qatorliq qatnashchilar bilan tezla uchrashdik. Nabijon, Qurbanjon qatorliq azimatlar namoyish maydonini bayroqlar va har xil logolar bilan ahamiyatli bezab tayyorladi. Namoyish o'z vaqtida boshlandi va nurg'un o'tkinchilar, ko'rguchilar, qiziqchilarni jalb qildi. Anna ismli bir shved xonim bir to'p hamrohlari bilan keldi va safga qo'shildi. Intayin qiziqib bayrog'imiz, bayroqdagi ay yulduzli simvol, vatanimiz Sharqiy Turkiston, Uyg'ur va irqiy qirg'inchilik to'g'riliq jiq savollarni so'radi. Bir-birlab javob berdim. Xitoyda o'tkazmoqchi bo'lgan qishliq olimpikni boyqutlash muddasida bu namoyish tashkillanganligini bilganda bo'lsa, hurmat va qoyillik bilan bu xil tinch qarshilikni qo'llaydiganligini, oxirgacha bo'shashmasligimizni ta'kidlab, yaxshi tilaklarni bildirdi. Jag håller med er och respekterar ert mål. Ni måste kämpa vidare, dedi Anna xonim va o'z guruh hamrohlari bilan yana bir rasm ko'rgazmasiga qatnashganligini bildirib, maydondan uzadi. Hammadan ta'sirlik bo'lgani chat soqollari oppoq qardek oqargan ishki buvayning qo'llarini avval egiz ko'tarib andan tangla yurgiga qo'yib ehtirom bildirishi bo'ldi. Kelibli ular bayrog'imiz va ay yulduzliq simvolning ma'nosini so'rab bildi. O'zlarining Ikkinchi Dünya urushi va natsistlar ochgan Osvetsin jazo lagerlaridan aman qolganlarning avlodi ekanligini, ota-bobolari va millionlab jonlarning tirik kuydirilganligini bildiganligini, butun hayotlarining xaroblikda o'tab, mana hozir uy makonsiz yashayotganligini deb ko'zga yosh oldi buvaylardan egizroq birsi. Axir deydi, balkim insonlar turqimiga qarab meni Majnun Sarang deb o'ylar, ammo menda oltindek sap qalb bor. Kuchliklarning ojizlarni bo'zaq qilishiga, inson haqlari dafsanchilikka, huquq va monopollikqa asla yo'l qo'ymayman. Sizlarning haqliq namoyishinglarni qo'llaymiz. Oxirgacha chidanglar, deydi buvay. Namoyishga kelgan onalar, hadi singillar, batur aka-inilar so'g'aq shamolga qaramay shuncha jasoratlik, g'ayratlik. Biz to'xtamay shvedcha, inglizcha shuarlar tovladik. Mikrofon bo'lmasimi maydonni larziga saldik.
şivitçi notuq va bayonotlar berdik. Vaqt shuncha tezli to'shibdi. Saat 12da boshqa bir guruhning maydonda ko'rgazma faoliyati bo'lg'achqa, biz namoyishni oxirlashtirib, qarindoshlar bilan ezgu tilak tilishib, birdan xo'shlashib, maydondan ayrildik. Namoyish shunchalik tartiblik, ahamiyatlik o'tkazildi. Qaytiblar xulosa va doklad yozdim. Namoyishlarga telefon qilib uchur va gullar yo'llab rahmat bildirdim. Bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.